3-chi o'rinda oldi. Shunaqa gapirish. Xalqni o'zidagi muammo kelib chiqqan nafas yo'li kasalliklarining narxi qanday bo'ladi? Ya'ni o'sha Yaponiya, Amerikadagiga nisbatan-da. o'zbek tilida o'sha doklad qildim. Kadr ortida suhbatlashganimizda menda yana bitta loyiha bor deganingiz. Aytaylik 7 millimetrgacha bo'lgan grijalarni davolash mumkin-da. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun bizda yosh ixtirochi bor. Xush kelibsiz. Rozilik berganingiz uchun suhbatga kattakon rahmat. Assalomu alaykum. Chaqirganlaringiz uchun rahmat. Alaykum assalom. Bu loyiham Respira Kids deb nomlangan. O'sha 2 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarda nafas yo'li kasalliklarining oldini olish maqsadida qo'llaniladigan aqlli ingalyatsiya hisoblanadi. Ingalyatsiyamiz hozirda laboratoriya jarayoniga tayyorgarlik ko'rilyapti. Bu keyinchalik agar laboratoriyadan muvaffaqiyatli o'tadigan bo'lsa, butun respublika tibbiyot muassasalariga biz taqdim etish arafasida turibmiz. G'oya qanaqa qilib tug'ilgandan boshlaylik? G'oyaga keladigan bo'lsak, g'oya o'sha xalqni o'zidagi muammo kelib chiqqan, ya'ni o'sha yosh bolaga ingalyatsiya qo'yayotganda yig'lagan, injiqlangan, keyin esa uni qo'liga telefon berishgan, telefonda jim o'tirishgan. Bilamiz, telefon yosh bolalarga juda zarar. Har tomonlama aqliy, orqada qolishga yoki ko'zini zrenasini kamayishiga sabab bo'ladi. Men o'shani birlashtirgan holda telefon emas, ekrancha qildim. Kichkina planshetcha deylik. O'sha planshetga ulab ingalyatsiyamizni ishlatishni taklif qilib ko'rdim. Hozirda tibbiyot muassasalariga birinchi sinov tariqasida berib ko'ramiz. Ingalyatsiyamizda shu narsa bor, qizil va yashil chiroq. Bu ota-ona uchun bu ingalyatsiyani to'g'ri boshqaradigan chiroqlarda. Aytaylik, dori tugab qolmasligini bilish uchun yashil chiroq yonadi, dori tugadi, vaqti tugadi, qizil chiroq yonadi. Bu ingalyatsiyani o'chirishiga yordam beruvchi chiroqlar hisoblanadi. Bu ota-ona uchun qulay. Keyinchalik uy sharoitida bemalol qo'llash uchun taklif qilib ko'ramiz. Hozirgi holatda, misol hozirgi ishlatayotganda qandaydir muammolar bor, to'g'rimi? O'sha ota-onalar dori berishga qiynalishi yoki bola istamasligi. Endi nimaga asoslanib men istab qolyapman uni? Savolingiz uchun rahmat. Qarang, ingalyatsiyamizda nafas olishni boshqaradigan sensorlar bor. Bu bolani yana ham qiziqtiradi. Siz to'g'ri nafas olib chiqarsangiz, ekranda qahramonchalar paydo bo'lib boshlaydi. Ya'ni o'yinga o'tib ketadi ingalyatsiyamiz. O'sha nafas olyapsiz, to'g'ri nafas olyapsiz, ingalyatsiyada qahramonlar uchib, har xil o'yinlar o'ynab, tangachalar yig'ib, aytaylik multik ko'rinishga o'tadi. Bu bola yana ham qiziqadi-da. O'zi bilmagan holda to'g'ri nafas oladi, harakat qiladi, injiqlanishi to'xtaydi. Bu psixologik jihatdan o'sha bolaga yordam berish uchun qilinayotgan narsa. Nasib bo'lsa, qachon bu loyiha yakuniga yetadi? Xudo xohlasa, endi hozir birinchi patentlash ishlari olib borilyapti. Agar patentim chiqsa, keyin nasib shu sentyabr-oktyabr oylariga rejalashtirilyapti. MVP holati chiqib, laboratoriya jarayonidan muvaffaqiyatli o'tadigan bo'lsa, xudo xohlasa sentyabr-oktyabr oyidan boshlab butun tibbiyot muassasalariga, keyin o'sha aytaylik hamma dorixonalarga tarqatilish kuzatilyapti. Bu loyiha xalqaro tanlovda o'rin oldi. Samarqand 2020 har yili o'tkaziladigan Samarqandda olimpiada bor. O'sha olimpiadaga mana shu loyihamni taklif qilib berdim. 20 dan ortiq davlat keldi. Har xil davlatlarni o'sha g'oyalarini o'rgandik, ko'rdik, eshitdik. Katta professor ustozlarimiz eshitishdi, ko'rishdi. Keyin 3-o'ringa loyiq deb 3-o'rinni berishdi. Men xursand bo'ldim. Dunyoda qanday mana shunday loyihalar bormi yo ishlab chiqilganmi? Qanday? Dunyoda ishlab chiqarilgan, yo'q emas. Amerika, Yaponiya, Kanada davlatlarida raqibdoshlarimiz bor. Ularni o'rgandik. Ularnikidan farqi bor biznikida. Biz ingalyatsiyamizga 3 ta til qo'shmoqchimiz, xudo xohlasa. Bu bolani yana ham til o'rganishiga ham olib keladi. O'zbek, ingliz, rus tilida bo'ladi. O'sha nastroykasiga kirib deylik, o'zingizga mos tilni bossangiz, boyaga endi o'yin o'ynayapti, gapiryapti, bola o'sha tilni ham o'rganishiga sababchi bo'ladi. Ham davolanish jarayonida ham til ham o'rganish imkoniyati bor. Keyin asosiy masala shundaki, bu agar o'sha dorixonalarga chiqadigan bo'lsa, narxi qanday bo'ladi? Ya'ni o'sha Yaponiya, Amerikadagiga nisbatan-da. Biz endi o'zbek xalqimiz, o'zbek xalqi endi men
to'g'risini aytsam, buni pul uchun ishlab chiqmadim. Pul uchun yokida o'ylab topmadim bu loyihani. Xalqimiz foydalansin. Uncha qimmat bo'lmaydi. Hamyonbop shu oddiy installyatsiya narxida bo'ladi. Taxminan mana aytaylik, taxminan Aytaylik, 300-500 ming atrofida bo'lsin. Hozir ishlab chiqishiga ozroq investorlar sarmoya kiritib, o'sha ozroq sal qimmatroq chiqadi, lekin bu xalq uchun bo'lganligi uchun foydaga emas, xalqqa foydasi tegadigan inson bo'lsin deydi-ku, shunaqa qurilma bo'lishini istab qilyapmizda. Yo'q, albatta men ishonaman, xalqimiz ichida yaxshi insonlar ko'p, boylar ko'p. Ular bunday loyihalarni albatta qo'llab-quvvatlaydi. Ehtimol mana shu suhbatimizdan keyin sizga qo'ng'iroq qilishib, siz bilan bog'lanishib, o'shani qo'llab-quvvatlaydiganlar chiqar. Chunki biz o'sha behudiylar avlodimiz, yana kamiga biz Samarqandda o'tirib suhbatlashyapmiz. Menimcha qo'llab-quvvatlaydigan o'sha investorlar topiladi. Keyin yana bir masala, o'sha kadr ortida suhbatlashganimizda menda yana bitta loyiha bor deganingiz, g'oya bor deganingiz, agar kimdir o'g'irlab olishidan yoki nima qilishidan cho'chimasangiz, o'shani ham ozgina bir bo'lishsangiz tomoshabinlarga. Demak, loyiham hali g'oya bo'lib turibdi, hali uni to'liq o'rganib chiqmadim. Loyiham bel og'rig'ida, bel sohasida og'rig'i, grijasi bor bo'lgan bemorlar uchun qo'llaniladigan loyiha hisoblanadi, ya'ni belbog'. 3 qavatdan iborat bo'ladi. Bunda birinchi qavatiga o'sha malham qo'yiladi. Malhamning tarkibi bor, o'zi og'riq qoldiruvchi, o'sha ko'p, mana bu bitta joyda o'tiradigan bemorlar bor, taksistlarimiz bor, faqat o'tirib ish qiladiganlar, ularda bel sohasida og'riq bo'lishi mumkin. O'sha og'rig'ini kamaytirish uchun bo'ladigan loyiha bo'ladi. Bir qavati o'sha malham qavati bo'ladi. U yerga o'zi tarkibi bor. O'sha malhamlarni qo'yib, ikkinchi qavatida sharikli qism bo'ladi. U sharikli qism massaj vazifasini bajaradi. Ya'niki siz harakat qilasiz, o'tirib turasiz, u harakatda boyagi sharikchalar bel sohasida massaj amalga oshiradi. Boyagi malham qism, massaj qism, bu ikkalasi chambarchas bir-biriga bog'lanib, sizni og'rig'ingizni kamaytiradi. Agar aytaylik 7 millimetrgacha bo'lgan grijalarni biz operatsiyaga taklif qilmaymiz. Chunki uni ukol dori bilan aytaylik davolash mumkin-da. O'shanaqa bemorlarimiz bo'ladigan bo'lsa, ularga kundalik hayoti davomida og'rig'ini kamaytirish maqsadida bersa bo'ladigan loyiha hisoblanadi. Demak, bu ishga tushadigan bo'lsa, o'sha buni ham sotib olib, bemalol odam o'zi dorini ichiga joylashtirib, keyin xohlasa ishda, xohlasa uyda beliga taqib yursa, o'shanda u malhamimizning tarkibida qizdiruvchi, og'riq qoldiruvchi dorilar bor. Ular o'sha harakati davomida noqulaylik tug'dirmaydi, lekin og'riqni kamayishiga yordam beradi. Ish jarayonida taqib yursan xohlasa ko'chaga chiqqanda 3 qavat bo'lgani bilan unchalik qalin, bunaqa qo'pol bo'lmaydi-da, endi ko'rinishi yupqaroq, qulayroq qilinadi. O'sha o'zini tarkibi borda, o'sha xaltachali qilinadi. Faqat o'shanisini sotib olishingiz mumkin, chunki malham aytaylik uni yaroqlilik muddati bo'ladi. U o'tib ketsa, uni oddiy dorilarni ham ishlatib bo'lmaydi-da. O'shaning uchun faqat malhamini olasiz. Bu remeni o'zingizga qoladi, kaman qismi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi sonlarimizda ham xuddi shunday iqtidorli yigit-qizlarimiz bilan suhbatlarni davom ettiramiz. Bularning barchasi albatta yurtimizda o'sha ta'limga qaratilayotgan e'tiborlarning natijasi. Xayr, sog', salomat bo'ling. Kattakon rahmat. Rahmat sizlarga ham chaqirganlaringiz uchun. Loyiha keyin bitganda, to'liq bitganda, anaqada bizdan mashhurroq bo'lgan nimalarda emas, bizni ham chaqiring, bizni ham ayting, mana loyiham bitib qoldi, yakuniga kelyapti, kelinglar desangiz biz ham boramiz, ha? Xudo xohlasa. Rahmat, salomat bo'lasiz. Sizlarga ham chaqirganlaringiz uchun.